Bütün obunachilar, bütün O'zbekistonni qiziqtirgan savolim men shuni yozib keldim, kommentariyada yozganlaringiz. Endi ozgina pulim bor mening, mashina minjekman. Shu pulim bilan bankka kredit aralashtirmayman, rassrochka qilib minib bilamanmi degan obunachilarimiz ko'p savol qoldirgansizlar sizlar. Birdan like bosinglar, men sizlarga aytaman. Labo, Damas, Onyx, Tracker, Captiva'lari ozgina pulingiz bor-ku, rassrochka deb kredit etmasdan o'zini pulini bo'lib to'lash Asaka bankda bor ekan. Men shuni hammasini savol qilib yozib keldim. Bank xodimini birga ikkita beramiz. Sizlar like bosasizlar, kommentariyaga chiroyli, yana o'zingizni qiziqtirgan savollarni bo'lsa yozib o'tsangizlar, men javoblab ketaman keyingi videolarda. Bu To'rtko'l tumanidagi Asaka bank. Qaranglar. Ko'na bozor, ina. Paxta zavod yanında, ibanda toza bozor. Birinchi ko'chadagi Asaka bankga keldim. Xudo xolasa men to'y qiljakman, uy oljakman, lekin pulim yetmaydi deydilar bo'ladi-ku. Sizlar uchun ham imkoniyat bor ekan. Kredit qanday olasiz? Qanday shaklda olish mumkin? Shuni hammasini javoblab o'taman. Like, kommentarni unutmanglar. Butun O'zbekistonni qiziqtirgan, qaranglar, Labo, Damas, Onyx, Tracker, Captiva'lar. Rassrochka, ya'ni oldindan 30% berib, o'zini pulni bo'lib to'lash. Qanday bo'ladi? Birinchi savolimiz shu bo'ladi. Ganglar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xushsiz qarang. Qarang, bizning savolimiz shu gap. Shu mashinalarni bo'lib to'lash qanday bo'ladi? Bo'lib to'lash bo'lganda hozirgi kunda Asaka bank tomonidan muddatli to'lov, ya'ni bo'lib foizsiz bo'lib to'lash yo'lga qo'yilgan. Bunda Labo'ga, Damas, Onyx, Tracker, Captiva'ga ajratib turibmiz bugungi kunda. Shu ikkisini ham shuncha mashina ichidan bizlar ikkisini, kamida birsini aniqlab aytib bering, narsani. Bo'lmasa men shu monitorimga qo'yib qo'yaman, o'zlaringiz ham ko'rib olasizlar. Jadvalni tashab beramizsa, jadvalni ekranga qo'yib qo'ysangiz, qisqagina aytib o'tib ketaman. Damas bilan Labo'ga boshlang'ich badal 30% to'lasa, 13 oyga foizsiz bo'lib to'laydi qolgan pulni. Agar 50% ni to'lasa, 50% dan boshlaydi, 50% to'lasa 22 ga bo'lib to'laydi. Foizsiz o'zini qolgan pulni 22 ga bo'lib to'laydi. Oyina 200 ming so'mdan tushadi. Hozir 50% Damas olacaklar kelasizlar, o'zini pulni kredit aralashmaydi, 50% ni to'laydigan bo'lsangizlar, 22 oyga qolganini bo'lib to'laydi. O'zini pulni shu 2 million 200 dan bo'lib 2 million 200 dan bo'lib to'laydi ekansizlar. Bo'lib to'laydi. Qolganlari, xudo xolasa men baribir nomer qo'yaman ekranda, telefon qilib batafsillasangiz bo'ladi. Tracker ish bo'ladi, Onyx ish bo'ladi. Buni hammasini so'raydigan bo'lsak uzak ketadi. Hammasi ham shunday rassrochka, ya'ni rassrochkadan bo'lib to'lash o'zini puli. Ketijekman. Onyx bilan Trackerda boshlang'ich badali misol 30% bo'lsa, 36 oyga bo'lib to'lanadi. Bu bunda muddati uzayadi. Onyx bilan Trackerda misol 50% to'laydigan bo'lsa, 55 oyga Onyxni, Captiva'da, Trackerda bo'ladigan bo'lsa 45 oy. Agar 60% to'lasa, mashinaning foizini 60%ni oldindan 5 yil bo'lib to'laydi. Bu degani misol birsini bahosini aytib o'tib ketsak, birdan misol Trackerni 220 million 951 ming so'm bahasi. Agar 30% boshlang'ich badal to'lasa, 66 million 300 ming so'm pul bo'ladi. 30 oyga, qolgani 30 oyga bo'lib to'laydi. Bunda oylik to'lov 5 million 155 ming so'mdan tushadi. Agar 50% to'lasa, Trackerni 220 millionlikni bahasi yarısını to'lasa, qolganini 45 oyga foizsiz bo'lib to'laydi. Bunda oylik to'lov 2 million 455 ming so'mdan tushadi. Bu degani bemalol ko'p xalqimiz yigitlarimiz shu Trackerdan taksichilik etaman deydi. Qiziqadilar. Shundan bir daromad olaman deb turib, bemalol to'lab biladi-dan buni. Ha, taksichilik etsam oddiy uni to'lab biladi deysiz. 2,5 million so'mni to'lab biladi bemalol. Oyna. Agar 60% ni to'laydigan bo'lsa, mashina boshlang'ich badal 60% ni to'lasa, qolganini 60 oyga bo'lib to'laydi. Bu degani 1 million 473 ming so'mdan tushadi oylik to'lov. Aha, 1 million 470 ming so'm. Qaranglar. Mayli, ularni tushundik, qolgan batafsil ma'lumot telefonda dedik. Qarang, qanday kreditlar bor misol sizda? Bundan tashqari avtokreditimizni o'zi bor. Avtokredit 206 deb aytiladi. Bunda UzAvtodan faqatgina hozir Cobalt berib turibmiz. BYD shunday chet el mashinalaridan beramiz. Haval, Kia hammasini beramiz. Cobalt ham hozirgi kunda xaridorgir bo'lib turibdi. Salonlarimizda tayyor turibdi. Borasiz, shartnomani olasiz, bera kelasiz, yarim soatning ichida ortiqcha hujjatlarsiz. Muddatli to'lovdan avtokreditdan bizlarga ortiqcha hujjat so'ralmaydi. Faqatgina birdana pasport, agar turmush qurgan bo'lsa, turmush o'rtog'ining o'zi keladi, pasporti bilan ZAGS knishkini olib keladi. Shu yerda kassaga to'lovni amalga oshirgandan keyin yarim soat ichida hujjatlar rasmiylashtirib, pul o'tib beriladi. Bu degani bir kun ichida borib, bu yerda mashinani mintkazib bo'ladi.
salonda shartnomani olsa. Qaranglar, shuncha mashina aytildi, Cobalt aytilmadi degan obunachilar bo'ladi. Cobaltdan bir hisoblab beringizlar. Cobaltni hisoblab beradigan bo'lsa, Cobaltni hozir Cobalt Style MCM 155 million 100 ming so'm narxi bugungi kunda. Buni kredit etib beramiz. Kredit etib berganda boshlang'ich badalini 50% ni to'lasa, 3 yil oylik to'lovi 3 million 80 ming so'mdan. Qisqa etib aytib o'tib ketaman. Kuzatuvchilar vaqtini olmaslik uchun. Agar 5 yil etib oladigan bo'lsa, 50% ni to'lab turib, oylik to'lov 2 million 370 ming so'mdan tushadi. Sizlarda rasmiy daromadsiz, ya'ni oyliksiz ish haqqi bo'lmagan fuqarolarga kredit beriladi deb eshitgandim. Shu haqida ozgina gapirib bersangizlar. Xo'p, kuzatuvchilardan, muxlislardan, shu sizning kuzatuvchilaringizdan e'tibor berib eshitishlarini so'rab qolaman. Yaxshilab e'tibor berib so'rasinlar. Beramiz tadbirkorga ko'mak degan mahsulotimiz bor. Ish haqsiz, rasmiy daromadsiz fuqarolarga beriladi. Bu shartlari bor. Sharti 18 yoshga to'lgan, keyin pensiya yoshina yetmagan fuqarolar bo'lishi kerak. Qarzlar so'rab kelgan mijozni, misol MIB oldindan qarzdorligi bo'lmasligi kerak. Ayga tushgan boshqadan to'lamay qo'ygan ishtiroklar bo'lsa, MIB bo'lsa bo'lmaydi, rad etiladi. Keyin ijobiy kredit tarixi bo'lishi kerak. Ijobiy kreditdan avval olgan kreditlarni vaqtida so'ndirgan bo'lishi kerak. Muddati 3 yildan miqdori 25 million so'mdan beramiz. Shaxsiy plastik kartasi bo'lishi kerak. Shaxsiy plastik kartasida oxirgi 6 oy davomida aylanma bo'lib turgan bo'lishi kerak. Pul aylanmasi bo'lishi Yurib kerak. chiqib turgan bo'lishi kerak. Agar o'rtada 1 oymi 2 oyda uzilish bo'lgan bo'lsa, e'tibor bering, uzilish bo'lib pul tushmagan, chiqmagan bo'lsa, kredit berib bo'lmaydi. Keyingi sharti bunda mijoz o'zini o'zi band etgan bo'lgan bo'lishi kerak. İctimai soliqni joriy yil, bu yilgi 2026-yilda ijtimoiy soliqi to'langan bo'lishi kerak. Ijtimoiy soliq miqdori O'zbekistonda 2026-yil bugungi kun holatini bazaviy hisoblash miqdorini 412 ming so'm tashkil etadi. Keyin sizlarda kafil kerak bo'ladimi buni olish uchun? Kafil kerak bo'ladi, albatta. Kredit ta'minoti bo'lishi kerak bo'ladi. Kredit ta'minoti deganda kafil bo'lishi kerak. Agar kafili bo'lmaydigan bo'lsa, sug'urta ishlatiladi. Yo'q, meni kafilim yo'q desa, sug'urta bilan ham ajratib beramiz. Shu kredit olishga kelishdan oldin, kelmasdan oldin telefondan MyGov degan ilova bor, biladi ko'pchilik. OneID degan, hozir OneID degan programma chiqdi. Undan tashqari Bank ilovalarini telefonda o'rnatib, kelishini so'rab qolaman. Sababi hozir kirib kelgan odamlar bu yerda shu ilovalarni o'rnatishimiz uchun 15-20 minutlar vaqtimiz ketadi. Ya'ni tirbandlik ne bo'ladi? Bir odam bilan 15-20 minut qolib ketishimiz mumkin. Telefondan MyGov'ni ko'chirsin, ilovadan ro'yxatdan o'tsin. OneID'ni ko'chirsin, ilovadan ro'yxatdan o'tsin. O'zimizning Bank ilovani ochib, ro'yxatdan o'tib kelsa, biz bu yerda tezkorlik bilan ko'rib beramiz. Kredit olmoqchi edim, cho'rniga tushdim degan gap ko'p eshitdim. Agar cho'rnida bo'lsa, kredit ajratiladimi? Shu haqida ma'lumot bering. Bu cho'rni degan xalq tilida aytiladi. O'zi aslında cho'rni deb aytilmaydi. Kredit tarixi salbiy bo'lsa, shu kredit tarixi salbiy deb aytiladi. Aslında kredit tarixi salbiy bo'lib qolsa, banklar tomonidan mijozi kredit ajratish rad etilishi mumkin. Bu degani avval kreditni olib vaqtida to'lamasangiz, ertaga kelsangiz yana bir bankdan kredit so'rab kelsangiz, sizga bank xohlagan bir bankingiz rad etib beradi, kredit berish. Bermaydi, demak. Bermaydi havo. Vaqtida to'lamayligimi? Kredit tarixi o'zi nima degan savolga javob bersam, O'zbekistonda KATM raschirovkasi kredit axborot tahlil markazi deb aytiladi, byuro. Bu byuro yuridik va jismoniy shaxslarning kredit tarixlarini o'zida jamlaydi, to'playdi hamda tahlil etadigan yagona byuro. Misol uchun tushuntirish berib o'tamandan, oddiy bir tushuntirish berib o'tsam, bu yerda men boya bir aytmadim. İlova misol endi oddiy o'zimizni odamlarga tushuntirib berajekmanda. Bu KATM byuro bu, kredit axborot tahlil markazi. Bu yerda bank, A-bank, B-bank, D-bank. Bu yerdan A-bankdan kredit oldingiz, misol 2023-yil kredit oldingiz, 2025-da yopib bo'ldingiz. Bir marta, ikki marta oyda-oyga qoldirdingiz. Bunda ma'lumot jamlanib turadi endi KATMda. Keyin siz orada 2026-yil bu bankka kelib kredit so'raysiz. Bu bankdan so'ragan vaqtida bank bunga so'rov yuboradi.
Katın bazağa sorav yuboradi. Bu sorav orqali buni tarixini aytib beradi. Shuni odam keldi, shuni Shu bo'lgan. evvel kredit algan, cemerde aydayan, cemerde kaldırgan hemmesini göretdi, aydadı. Eğer aydan aya kaldırgan olsa selbi de aytıladi. Şuna qarab turib bank kredit beriş ya vermeslik özü hal edadi. Bu büronu beradi axboroti tavsiyaviy egadir, tavsiya. Avtokredit olishda qaysidir bankda sug'urta to'lovi yo'q deb eshitdim. Avtokredit alışda qaysi bankligini bilmadim buni, lekin bu bankda aniq notariusi var. Notariusa varladı, notariusini to'lagan bor. Shundan keyin misol to'lov endi eshitganim bo'yicha aytib o'tib ketaman, qisqagina aytib turib, to'lov oylik to'lovni sal kechiktirsangiz, bir kun kech qoldirsangiz bir minimalniy penya uradi deb eshitdim. Demak, undan ham ko'payib tushadi. Avtokredit bizada bunday narsa yo'q, sug'urta bilan beriladi. Faqatgina sug'urta albatta bo'ladi. Sabab sug'urta bo'lganining sababi shu yerdan aytib o'tib ketdik. Sug'urtasiz avtokredit oldi, sug'urta bilan avtokredit oldi. Sug'urta misol Labu Damazda 1 million so'm, 900 ming so'm, 1 million so'm. Sug'urta to'lov. Ertaga buni olganingizdan keyin o'zi tirikchilik uchun tirikchilik etaman deb Labu olsa. Ertaga kim aytib biladi, u borib DTP yo'l transport hodisasini sodir etib qo'ysa, borib bir mashina olib urib qo'ysa, u mashina qimmat mashina bo'lsa, o'zining mashina yechilib ketsa, buni hech kim to'lab bera olmaydi. U yerdagi bankning kredit to'lovini ham to'lab bera olmaydi. Mashina ham yaroqsiz holga kelib qoladi. Agar shunday vaqtda sug'urta ishlatib qo'ygan bo'lsa, sug'urta albatta chizim miqdorida narsa bo'lsa, chiqim etilgan bo'lsa, Shuni to'lab beradi. shuni to'lab beradi. Remontini pulini to'lab beradi. Bir de asosiysi sug'urta bilan olish kerak. Asosiysi aslında sug'urta bilan olish kerak. Xalq sug'urtasiz yer bor desa qiziqib yetmay kerak. Qiziqib ketmaslik kerak. Baribir bu yerda boshqa to'lovlar bor. Yana aytgan mashina dürtib qo'ysangizlar, bir urib qo'ysangizlar, bir narsa qilib qo'ysangizlar, sug'urtaga pul to'lamay, sug'urtasiz bor yer deb eshitdim. Men ham eshitdim. Shu yerga borib qoladigan bo'lsangizlar, ana shu narsalardan mahrum bo'lasizlar ekan. 1 million so'mdan qochib 100 millionga tushishingiz mumkin ekan. Shunday qimmat mashina bilan bo'ladi, shu bilan tushadi. Omonatlar haqida bizlara ma'lumot bersangiz. Omonatlar. SK bankda omonatlar qanday bo'ladi? Omonatlarimiz hozir bizada onlayn omonat beramiz, faqatgina onlayn, offlayn omonat yo'q. Onlayn omonatimiz onlayn, nomini o'zi ham onlayn 19% dan qo'yiladi, 30 oyga qo'yiladi. SK bank ilovasini tartib olish kerak. Ilovani tartib olinadi, karta ochiladi, kartaga pulni solib turib, omonatga qo'yiladi. Omonatga qo'yilgandan keyin 30 oyga qo'yamiz uni. 30 oyga 19% dan qo'yamiz. Bunu lekin oymoy foizini ham olib bilasiz, pul kerak vaqtida qisman yechib ham bilasiz. Misol 100 pulning omonatingizdan yechib foydalanib bilasizmi? Foydalanib bilasiz. 100 million so'm qo'ydingiz. Ertaga size oymoy foizini ham olib o'tirsiz. 50 million so'm kerak. 50 millionni olasiz. Ertaga hamma pul kerak. 100 ming so'm minimum ichida 100 ming so'm qoldirib hamma pulingizni qaytib olasiz. Zo'r ekan bu. Zo'r yeri, yana undan ham zo'r yer. Ertaga misol qaytarib olgan vaqtingizda boshqa banklarda endi bor ko'psinde faizini sindirib beradi. 14%, 13% tushib beradi. Bizda unday gap yo'q. Shu 19% dan qo'ydingizmi? 19% bilan olasiz. Shu foiz bilan olasiz. 100 ming so'm qoldirasiz, 100 ming so'mni muddati kelganda olinadi. Endi diyeceksiz ortiqcha pul sandiqda saqlashga hojati yo'q ekan. Ko'rdingizmi? SK bank onlayn ochasizlar, plastik ochib, plastikingizni solib, o'zingiz pulingizdan foydalanib ham bilasiz ekan. U haqqında moddiy telefon nomeri qo'yaman, telefon nomeridan telefon qilib so'rasangiz bo'ladi. Bu kerak narsa ko'p, hajakalar sizlarga kerak. Ma'lumot ekan. Eng asosiysi yodimdan chiqib ketdi. Jismoniy shaxslarning banklardagi omonati davlat tomonidan kafolatlanadi. Kafolatlanadi. Bu degani hech qanday qo'rqish shart emas. Bizning xalqimizda shunday nima bor, omonat qo'ysak nechki bo'ladi, ertaga yo'qotib qo'yamizmi? Bu davlat tomonidan kafolatlangan, to'lab beradi. Misol toza bank ochildi. Yaqinda yopildi, 1 yil bormi yopilib ketdi. Xalq omonatini qo'yib qo'yibdi. Shuni to'liq to'lab berdi. Omonatlarni kafolatlash fondi tomonidan omonatlarni foizi bilan qoplab berdi. Meni berajak savolim edi shu. Omonat qanday bo'ladi? Ertaga bir nima bo'lsa, ota-onalar onlayn tushunmaydi misoli. Xavfsizligi qanday bo'ladi tartibi misoli? Omonating. To'g'ri. Shu haqida so'rayajak edim, как раз mana. Bizlardan ko'p keladi, yaxshi katta ota-onalarimiz, onaxonlarimiz keladi. Menga deydi, kinishki bilan qo'yib berib olam deydi. Omonat, men bu o'zingga tushunimman deydi. Kinishkida bo'lsin deydi. Lekin aslında men o'zi tavsiya beradiganim, hammaga tavsiya beradiganim,
Omonatni faqatgina onlayn qo'ygan yaxshi. O'zim hammaga tavsiya etaman. Avvaldan tavsiya etib kelayotirman. Sababi endi doğrusunu tushuntirib berishimiz mumkin. Ko'p hollarda bu banklarda bo'lgan eshitgan chiqarsiz. Omonat pulni olib keladi, kassiga topshiradi. Bo'lgan shunday holat eshitgansiz. Topshiradi, kinishga beradi qo'ldan. Kinishga pechatini bosib beradi. Siz 100 milyon so'mni qo'ydingiz deydi, ata deydi. Qo'lni beradi. Bu atamiz chiqib ketaveradi quvonib, omonatni qo'ydim-ku deb. Bu pulni geri etmaydilar. Shunday holat bo'lgan. Bo'lgan shunday. Bilmaydi, yuraveradi. Bilmaydi, yuraveradi narsani olib. Oxirida portladi keyin. Shuning uchun onlayn qo'ysa, onlayn qo'yadi. Buni eshitdim. Onlayn telefon o'zini qo'lida o'zi ochadi, kunda ko'rib o'tiradi bu. Foiz ham kundaysini kunda ko'rsatib boradi. Yana eng yaxshi tarafi 24/7 ishlaydi. Ishlatsa 3 million so'm pul kerak. 212 da. Yaqinda so'rab qoldi. Olasiz, o'tirib beraverasiz. Bemalol bankka borib yurmaysiz. Sho'rlar qulay. Keyin ertang omonatdan keyin hakerlar hujum bo'lib, omonatdagi mablag'ni o'g'irlashi mumkinmi? Qo'ygan omonati. Yo'q, o'g'irlashi mumkin emas. Hozirgi kunda ilovalar. Menimcha hamma bankning ilovalari xavfsiz bo'ldi. Men aniq bilaman, bizning bankning ilovasi bu bo'yicha xatarsiz ham ishonchli. Bunun sababi bir necha bosqichli himoya tizimine ega. Birinchi navbatda ilovani o'rnatgandan keyin telefona Face ID orqali identifikatsiyadan o'tiriladi. Gözüne qarab turib. Yangi chiqqandan hozir. Keyin ikkinchisi omonat qo'ygan vaqtida omonatga parol qo'yiladi. Misol, girish parolni boshqacha etib qo'yamiz. Omonatini parolni boshqacha etib qo'yamiz. Shunday bo'ladi, ertaga misol uchun chet elda o'tirib hozir hakkerlar misol Telegramni APK fayl yuboradi, telefonning ichiga kiradi. Ya buni o'zini telefonini ustunovka etib olacak bo'ladi. Bizda shu tizim yo'lga qo'yilgan. Misol hacker o'tiribdi, buni akkauntini ochacak o'zini telefonunda. Sizning akkauntingizni hacker ochacak. O'zini sizning telefoningiz aytdingiz boshqa qurilma. Hakkerniki boshqa qurilma. Bizda shunday tizim o'ylab topilgan. Boshqa qurilmadan açacak bo'lsa, ilovani açacak bo'lsa, o'zi açacak bo'ladimi, boshqa birov açacak bo'ladimi, avtomatik ravishda blokad qo'yadi. Siznikini ham, hakkernikini ham. Bo'ldi, ochib bo'lmaydi uni. Siz kelib, bankka kelib murojaat etib, ochtirasiz. Unga deyim hech kim ocha olmaydi. Hech kim kira olmaydi. Shuning xavfsizliklari ega hozirgi zamonda. Keyin xalqaro pul o'tkazmalari haqida bizlara. Xalqaro pul o'tkazmalarimiz bizda musofirda yurgan yurtdoshlarimiz pullari xalqaro qanday bo'ladi? Xalqaro pul o'tkazmalari tizimlari bizda yaqinda yo'lga qo'yildi. Bu haqida ko'pchilik yurtdoshlarimiz xalqimiz xabari yo'q. Navbat hozir bizda bu bo'yicha navbatimiz yo'q bunday. Mijozlarimiz bor o'zine yarashadan, lekin navbat ko'p emas. 9-0, 10-0, 11-0, 16-0 hamma tizimlarimiz bor. Gelseler, müracaat etseler bizlere gelip durup bemalol olib ketadilar. Hozirgi kunda kassamizda bir dana xodim ishlab turibdi. Ertaga agar talab oshadigan bo'lsa, xalqaro pul o'tkazmalarni talab oshib ketadigan bo'lsa, yana bir kasser qiz qo'yib, dening shu xalqaro pul o'tkazmalari dollarni tarqatishni tashkillashtiramiz. Iloji bo'lsa navbatsiz, ha? Xalqqa yetkazib berish. Bularga navbatsiz yaratib beramiz, sharoit yaratiladi. Keyin yana bir asosiy, eng asosiy namiz aksiya bo'lib turibdi. Aksiya e'lon etdik. Akşamdan boshlab turib 1-apreldan Uzkart plastik karta ochish beplatni bepul bo'ldi. Bepul. Ha, o'zimizning hozir fuqarolarimiz kelib turib, sizlarning Asaka bankdan Uzkart'a açtıraman o'zi nomini desa, tekin. Tekinga. Pul olinmaydi. Yo'q, olinmaydi. 1-apreldan 1-aprel kuni. Tekin. Faqatgina pasport bilan keladi. Ariza to'ldiradi, shartnoma qo'l qo'yadi. Oldu, tekini açıp beramiz. Gelişten oldin, kartı açışa gelişten oldin, yaqinlaringiz ham aytib qo'yinglar, bepul vaqtda foydalanib qolsinlar. Gelişten oldin, albatta One ID tizimini telefoningizga o'rnatib keling. Bu o'zingizdan vaqtingizni olmaysiz, bizdan ham vaqtimizni olmaymiz. Bir-birimizning vaqtimizni olmaymiz. Tezkorlik bilan ish bitadi. Bize obunachilar shu videoni shu kart açtırama yoki shuning muammoda yurganlar, palanyada pul ekanda bilgan odamlarga tashlab berasizlar, shuni aytib berasizlar bo'lmasa. Gelasizlar tekin açtırıp ketasizlar. Fakat pasportunuzga olib kelasizlar, ana sizlarga tekin karta.
Esa men boricha berdim savolimni. Sizga rahmat, katta rahmat. Xudo xohlasa, obunachilar o'zingizdagi tushunmagan yoki yana bor savollaringiz bo'lsa, ekrandan nomer qoldiraman. Bemalol tartinmasdan telefon qilib so'rashingiz mumkin. Adresni tushuntirdim. O'zimizga 4 yil Qoraqalpog'iston Respublikasida Beruniy ko'cha, ben Toza bozor, ben Ko'na bozor. Yo'l ustida. Kelib turib ham ma'lumot olsangiz bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, birdan like, chiroyli kommentariy yozib qo'yasizlar.